Rossiyadagi top mingtalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Aytgancha, Ross universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni NATO bosh kotibi Mark Rutte'ni 23-iyun kungi Rossiyaga qarshi bayonoti bilan boshlaymiz. Mark Rutte'ga ko'ra NATO bundan keyin Atlantika okeanini har ikki tomonidagi qurol-yarog' zaxiralarini to'ldirish kerak. Negaki Rossiya Ukrainadan keyin Yevropa tomon yurish boshlashi mumkin. NATO bosh kotibining qo'shimcha qilishicha, Donald Trump mudofaa xaridlari sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bu esa G'arb mamlakatlari kompaniyalariga o'zaro hamkorlikni osonlashtirib, o'q-dorilar ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi. Ruttening so'zlariga ko'ra, mazkur choralar NATO davlatlari va ularning ittifoqchilari mudofaa sanoati imkoniyatlarini kengaytirish hamda qurol-yarog' va o'q-dori zaxiralarini tezroq to'ldirishga xizmat qiladi. Vladimir Putinning harbiy bilim yurti bitiruvchilari bilan uchrashuvda aytishicha, G'arb davlatlari hozircha o'z hududidan turib Rossiyaga zarba berish darajasiga yetganicha yo'q. Chunki bunday harakatga javob zarbasi Yevropa uchun fojiaviy yakun topishini ular juda yaxshi biladi. Putinga ko'ra, Rossiyaga NATOning birinchi zarbasidan keyin nafaqat zarba yo'llagan NATO a'zosi, balki butun Yevropa alanga ichida qoladi. Vladimir Putinning qo'shimcha qilishicha, hozirda Ukraina fuqarolik infratuzilmasi obyektlariga zarbalar berish orqali jamiyatni izdan chiqarish va Rossiya armiyasi harakatlariga nisbatan ishonchsizlik uyg'otishga urinmoqda. Rossiya qo'shinlari butun front bo'ylab olg'a siljimoqda va dushmanni barcha yo'nalishlardan haydab chiqarmoqda. Shuningdek, Rossiya qurolli kuchlari ayni paytda Konstantinovka yo'nalishida harakatlarini davom ettirib, shaharni nazoratga olish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma, Rossiya Mudofaa vazirligining axborotiga ko'ra, Rossiya armiyasi 23-iyun kungi janglardan so'ng Konstantinovka shahrining shimoli-g'arbiy qismini nazoratga olgan. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining tasdiqlashiga ko'ra, Rossiya armiyasi askarlari kichik guruhlar bilan Naxalovka hududida hujumlarni davom ettirmoqda va shahar tarkibidagi posyolka hisoblangan Novosyolovka tomon siljimoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Konstantinovkaning shimoli-g'arbiy qismidagi pozitsiyalarini kengaytirishga harakat qilmoqda hamda Novosyolovka yo'nalishida olg'a siljishni maqsad qilgan. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotiga tayanib xabar qilishicha, 24-iyunga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Rossiya hududlari hamda Azov va Qora dengiz akvatoriyalari ustida Ukrainaning 323 ta dronini yo'q qilgan. Vazirlik bayonotiga ko'ra, dronlar turli yo'nalishlarda aniqlangan va havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Endi Turkmanistonda boshlanayotgan Xitoyga qaramlik haqida to'liq axborot beramiz. Delfi agentligining xabar berishicha, Turkmaniston va Xitoy ulkan Galkinish gaz koni asosida yirik yangi gaz loyihasini ishga tushirdi. Shu tariqa bir necha yillik ikkilanishlardan so'ng Turkmaniston gazini Xitoy bozoriga yetkazib berish hajmini oshirish rejalari yana faollashtirildi. Aprel oyida imzolangan 5,1 milliard dollarlik shartnomaga ko'ra, Xitoy davlat kompaniyasi yangi qazib chiqarish quduqlarini burg'ulaydi va yiliga qo'shimcha 10 milliard kubometr tabiiy gazni qazib qayta ishlash imkonini beradigan obyektlarni quradi. Turkmaniston rasmiylari kelajakda Xitoyga gaz eksportini hozirgi taxminan 40 milliard kubometrdan yiliga 65 milliard kubometrgacha yetkazishni maqsad qilganliklarini bildirmoqda. Ushbu kelishuv Turkmaniston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni strategik
ahamiyatini yana bir bor namoyon etmoqda. Bu munosabatlar Turkmaniston gaz sohasini tubdan o'zgartirib, Markaziy Osiyodan energiya resurslari eksportida Rossiya ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq bu kelishuv shu bilan birga Turkmanistonni asosiy xaridor sifatida Xitoyga tobora ko'proq bog'lanib borayotganini ham ko'rsatmoqda. Bu holat Ashxobodni Yevropaga va Janubiy Osiyoga eksportni diversifikatsiya qilishga qaratilgan urinishlariga qaramay yuz bermoqda. Turkmaniston chegaralari atrofidagi mojarolar esa eksport yo'nalishlarini allaqachon cheklangan sonini yanada qisqartirmoqda. Masalan, Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi keskinlik tabiiy gaz quvuri loyihasini xavf ostiga qo'ygan. Endi Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Pxenyanni mudofaa salohiyatini yanada mustahkamlash uchun bergan va'dasiga o'tamiz. Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligining xabariga ko'ra, Kim Chen In Pxenyanni mudofaasini yanada mustahkamlashga va'da bergan. Uni ta'kidlashicha, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlarining qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish bo'yicha harakatlari mintaqani yadroviy urush yoqasiga olib keldi va Pxenyan bu urushdan g'olib sifatida chiqishi shart. Shu boisdan Kim Chen In mamlakat yaqin 5 yil davomida har yili Choyxyon esminsiga teng bo'lgan ikkitadan harbiy kemani qurish kerakligini ma'lum qilgan. Shuningdek, Kim Chen In Nampxo portida kemani foydalanishga topshirish marosimida so'zlagan nutqida kelajakda Shimoliy Koreya harbiy dengiz kuchlarining imkoniyatlarini aql bovar qilmas darajada va tasavvur doirasidan tashqarida deb ta'riflagan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.